Assalomu alaykum hammaga. Bugun ko'z bo'yash texnikasini ko'rsatib beraman. Ko'zga baza surib olgach, ko'zni ustini qotirib olamiz va highlighter bilan yaxshilab yoyib chiqamiz. Undan keyin och bejavoy tenni yaxshilab rastushovka qilib yoyib chiqamiz. Bejavoydan keyin korichneviyga tortgan och jigar rang tenimizni olib yaxshilab yoyib rastushovать qilib chiqamiz. Undan keyin bo'lsa ko'zni kiprik qismidan boshlab yarmigacha temnoy korichnevый rangga olib yaxshilab tushovать qilib ko'zga forma beramiz. Ko'z tegini asta-sekinlik bilan bo'yab olamiz. Va ortiqcha qismlarini tozalab forma berib olamiz. Ko'zni o'rtasiga xohlagan belesklardan foydalansanglar bo'ladi. Qanaqa blesk ishlatganimni bilmoqchi bo'lsanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar.